O'sha mashhur shov-shuvlar sabab bo'lgan eko tandirlarimiz Andijon, ya'ni Hoston savdo markaziga yetib keldi. Hoston savdo markaziga eko tandir, ya'ni zamonaviy tandirlarimiz turlari keldi. Ya'ni sizlarga qisqa qilib 3 xil turdagini tanishib o'taman. Katta, o'rta, eng kichiklarini sizlarga tushuntirib beramiz. Aytmoqchi bo'lgan eko tandirlarimiz ko'rsatamiz sizlarga. Bu tandirimiz uzuni 1.95 ga, ya'ni 1.20 bo'ladi. O'zimiz jaydari qilib aytganda 50 ta 55 ta nonimiz bemalol sig'adi. To'y hajmi esa 28 kilovat. Yo'q, to'xtang, mencha ko'p deyishingiz mumkin. Unaqa emas. 28 kilovat faqat 40 minut. 40 minutdan keyingisi qiziq bo'ladi. 40 minutdan keyin nonimiz to'y hajmi 15 yoki 17 kilovatga tushish ehtimoli borligini biz ko'rdik. Ekspertlar ko'rdi, ishlashini ko'rdi. Non esa tandir bilan birga birligini videoda ham ko'rsatamiz, birga bir chiqqanini isbotlab berdi. Buni qo'ydik, o'rnatdik, xudo xolasa tez kunlarda o'rnatilgan joyini ham sizlarga ko'rsatamiz. Eko tandirimizni ikkinchi varianti. Bu juda ham ko'plab novvoylarning talab istaklariga binoan keldi. Shov-shuvlar sabab bo'ldi, chunki juda ham hammabob, hamyonbob. Narx tomondan ham jihati, keyin degani jaydari qilib aytgan o'zimiz 22 dona nonimiz sig'adi. Bu ikkala tarafiga 44 ta non sig'adi. Dastgohimiz, tandirimiz 380 ishlaydi. 22 kilovat deb belgilangan Xitoy davlatidan shunaqa nom qo'yishgan, lekin biz buni ishlatdik, ko'rdik, sinadik. Shu darajada tushdiki 5-6 kilovatga tushdi. Kelinglar sizlarga biz 10 kilovat deb va'da beraylik. 10 kilovatdan oshmaydi. Juda ham zo'r, menimcha hammaga ma'qul keladigan dastgohlardan biri. Ko'ringlar, non holatda yopib beramiz, xohlasanglar olib borib o'rnatib beramiz. Biz uchun xudo xolasa bu muammo emas. Hozirgi video obzorlarimizda 3-variant, bu eng kenja varianti. Bu degani 70 ga 1.10. O'zimizda 15 dona nonimiz sig'adi. Buni rasxoti Xitoy davlati bizga 15 kilovat deb belgiladi. Buni ham ishlatdik, ko'rdik, sinadik, nonlar chiqardik. Buni rasxoti 3 yoki 4 ga aylanish ehtimoli bor ekan. Bu juda ham zo'r. Hamma uchun haligi bemalol xo'jalikda, uyda somsa yopmoqchi bo'lgan insonlar yoki sezoni kelyapti, go'shli non, do'ltali non, shunga o'xshash narsalar pishirish imkoniyatiga ega beradi. Hoston savdo markazi bu eko tandirlar O'zbekiston bo'ylab, qolaversa Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'izistonlarga ham yetkazib berish imkoniyati bor. Bemalol aloqalarga chiqinglar. Hoston savdo markazi sizlarga bemalol hammasi imkoniyatni beradi. Yanada sizlarga to'g'riroq ma'lumot bor. Xitoy davlatidan yana yangilari kelyapti. E'tibor berasizlar, bular hammasi Xitoy davlatidan keladi. O'zbekiston ichkarida yig'ilmaydi, terilmaydi. Bemalol ekrandagi nomorlar qilinglar, biz sizlarga to'liqroq ma'lumot beraylik.